Uxlashini qaranglar. Yugurdi. Kechasi bilan meni uxlatmadi. Endi o'zi uxlayotibdi mazza qilib. Kechasi sen uxlamasang uxlama, men o'zim kunduz uxlayman degan ssenariy. Voy, seni kim tashlab ketdi bu yoqqa? Voy, qo'shchalaring. Qal. Ужас-ku bu. Kecha Jizzaxdan kichkinagina mushukcha topdim. Juda ham ko'zlari kasallangan, shuning uchun chiqarib tashlashgan bo'lsa kerak. Endigina sutdan chiqqan, bilmayman qaysi noinsof bu narsani qilgan. Toshkentga kechasi olib keldim. Endi mana veterinarga ketyapmiz. Voy jonim mani. Hozir veterinarga boramiz, ko'zchangni davolaymiz. O'tir. Mana. Bizda hozir veterinarga ketamiz. Veterinarga keldik. Kushtish. Mana kechasi uxlamay har kuni ertalab shu. Mushinka. Musha. Xotiyo bizga ucha yasagan. O'tiradi. Bitta ovqatlanayotganda shu kichkinacha ham tiqilishi kerak. Ey, mana o'zingni ye. Shahlosh arazlab ketib qoldi. Ana kelyapti. Ke Shahlosh. Ke, ovqat yemaysan? Mana barcha uyda. Endi tinchgina uxlasam ham bo'ladi. Bu shoq qorning chiqib ketdimi? Bu Shahlo. Bu sariqcha Musha. Ey. Mayli, ovqat bilan. Mushinka,